Birinci tüp işim tiyatr, tinçerin tiyatra aktör. İkinciden işli başladım. İşli başladım. Egitler bilen Erugay'da degan türkümüz var. Şöyle onları Bulgar Radyosu'nda Şek Show proyektinde 2012 yılının 2 yanvarından erten 6'dan şöyle Şek Show'da Bulgar Radyosu'nda. Hem Allah'a tapşırıp bana Yangi WhatsApp radyo kompaniyasına da kirip barab zakanlar. Telekanalda. Indi tapşırdı. Bolacak. Ertege boyun müzikal listede. Baka şöyle müzikal liste hitler paradını alıp barab zakanlar. Qayşan başlangan senin mine zor üsеш, qaysı aktör bulup başlagan senin özüңнүң мына şu keng tanıla baruğunu. Öyle keng tanılgan deb aytып o'tirib bo'lmaydi. Şöyle umuman o'qib o'tirgan eng birinchi üsеш mening ishim bo'ldi teatrda ishlay boshladim. O vaqtda yoshlar teatri, yosh tomoshalar teatri. Onda da o'zine ko'ra bir tanılуу maktab bolalari tanıy boshladi. Onları Tinçerin teatrına koşu, onları radyoda işlay boshlab. Sen Gulnora Temirjanovaның klibi bilan tanıldың birinchi. Yansamın qamın ekan hali. Mene men seni birinchi shunda ko'rgan edim. O bilasizmi, o Qozon teatr училищесida o'qiganda ikkinchi kursda bo'lgan ekan. Birinchi klipga beylab, shu bor endi uylanish prosesi limuzinlarda xatirlasang, ida boran bo'lsa, tishda boran bo'lsa bo'lsin, ida boran bo'lmasin degan klip. Sen Gulnora Temirjanovanың 2 klibini chiqding. So'nggi yillarda falan birinchi klipda tushirga to'g'ri keldi. U birsi Aliya Hamzinada chiqding sen. Yo'q, Aliya Israfilovada. Aliya Israfilovada, Zuhra Sharifullada hammani hali yangi tushdik bir tanov keluvchi bir ijodchi Ilzida Osmonova degan shular kliplarda qatnashamda. Unda bir fizkulturnik rolim boshqardim kliplar degandan. Hozir bir kороткометражный kinoda tushib erim tag'in ansa qachon shi'r hali belgisiz. Anda bir qiyofat turkiy qora tatar deb aytib unutib meni qaraganda birinchi qaraganda. Kimlarga hindlarga qora yoqlar deylaringda bir Arabiston Irak yoqlaridan kelgan bir yigitni o'zim shunda shu kinoda. Shek narsa u mana qayandir tercüme edilgan tapşırım o yangi tapşırımı. Yangilik tugul endi o Rus radio stansiyalarında işlep turgan ayber betinde tabii. İki yigit bir kız isimlerini atıp turmayım. Halk bilen endi işte tınlagan kişiler bilen şuna uşatılıp işlengen proyekt deb aytılmış shunday. O bit şulay gadati betimizde. Şuluk bizden Rossiya telekanallarında mesela To'qqiz millioner bara, o to'g'ri chet eldan kelgan ayber şulay bit. Chet eldan Rossiyadan bizga ko'chib boradi. Ammo qo'yan topib turasizmi tuylarda so'z kun sayin igda bilan begirakda. Har kun sayin topib bitiribdi buni. Qovaqlanadi deysizmi? Qovaqlandan to'y qo'yoqda boqa to'ynag'ina aylanib qoladir shekilli kibik tuyuladir balki tinglovchiga temasidan turadi. Agarda aybat tema ekan, agarda xalqni qiziqsindirarlik tema ekan, u vaqtda shunchalik o'zingda yonib ketasan. Agarda tinglovchidan da обратный связь bo'lsa, shu SMS'lar kelsa, qiziqsini bo'lsa, saytga kirsalar, sholtiratib o'zlarining fikrlarini aytsalar, o'zingda qiziq ketib, ko'p shaqata bizdan tugul tinglovchilardan turadi. Men nindidir konkret qissalarga kirmisha раскрепощенный deb aytdim shunda o'zim nindi o'zi Rustam nindi efirdan shunday qo'y vaqtda deb aytdim shunda. Shu balki bo'lishqandirdi. Agarda to'plab qoidalarini o'qib, kitoblarini o'qib, unda maxsus nindir kurslar olgan bo'lsam, balki u mening o'zimning mana shu obrazni qoplab bitirib, bu obraz tomog'anda bo'ladi balki. Tincherinda narsa ko'ra kelgan turist Mahabat ko'ramiz spektaklda, yonu kiyimmi, rifqadat ko'ramiz. Bizning bitingda har jil mahabbat turida bo'lgan shekilli spektaklning har birisida da har asarda solingan bor shu ozgina bo'lsa mahabbat temasi. Nindidir o'zini tomoshachi yangilik oshadir deb ayta olmayman bizning spektakllarni qarab. Umuman nindi bo'lsa spektaklni qarab Tatar teatrida. Tatar muhitini lagalamisiz Tincheringa kelib kirgach? Tatar muhiti sezilamanda. Tatar muhiti sen menga provokatsion so'rovlar berasizmi shunda odash. Bizning bor shunday spektakllar masalan, shundan yulduzlar emas. Tatarning
nindi kiyimde yürügenin, nindi bir jır giygenlerin elbette ko'ralar. O'zingcha tirishib ishlaysan, ishlarga matashasın. Boshda u xalq qabul etmedi. Bir nechikda. Biz uchun tirishamiz, undan 6dan 10ga qadar kelib o'tiramiz. O'zimizcha nechikdir ssenariylar yasab, yaxshiroq ishlarga tirishamiz. Yo'q, u SMS'lar bo'yicha da, u internetda da, u radioga xatlar jiberib, sugalar edi. Nindi baqato'y, narsa söyleganingizni qulog'ingiz eshitmay, g'aybat sotib o'tirasiz. No, birinchi oylarni shu birinchi 3 oy yanvar, fevral, mart hamon sibildigan hamon. U kimsa u bitali отрицательный nega ishlarga baribir tirishdi. O'zimizcha ham hozir Allohga shukr shu SMS'lar, shu internetdan, shu xatlar kelgan rahmat so'zlari bilan men direkt SMS'lar masalan bizga kuni bo'yina ishlarga pozitiv energiya berasiz. Rahmat sizga degan xatlar keladi, SMS'lar keladi. Mana bunday ishlardan ishlaysiz keladi. Eng qizig'i mening o'nglavimcha, o'ylavimcha ham o'nglavimcha naq shu kishilar yozadi. Chunki agarda radioga yozar ekan, tabii hamon shu bir yozgan kishi yozaydi. Boshda xurlardilar, hozir yaratadilar. Shu kishilar deb o'ylayman. Hem rahmat yaratgan için.